Qizim bolaligida men bilan yaqin munosabatda bo'lganiga qaramay, o'smirlik davriga kelib, oramiz xiyla uzoqlashganini his qildim. Ora-orada bir-birimizni tushunmay, gapimiz kelishmay qoladigan bo'ldi. Buning sababi haqida o'ylab ko'rdim va bildimki, qizim bilan yetarlicha muloqotda bo'lib, unga yetarlicha vaqt ajratibman-u, lekin unga yetarlicha mehr bermayotgan ekanman. Qizim bilan o'tirib gaplashib olmoqchi bo'ldim, lekin yaxshilab o'ylab ko'rib, bu fikrimdan qaytdim va unga avvalgidan ko'ra mehrli, samimiy, yaxshi munosabatda bo'laman deb o'z-o'zimga qaror qildim. Har safar biror joyga ketayotganimda yoki uyga qaytganimda tabassum bilan uning yuzlaridan o'pib qo'yadigan bo'ldim. U maktabdan kelganida kayfiyatim qanday bo'lishidan qat'iy nazar ochiq chehra bilan kutib olishni odat qildim. Sen bo'lmasang uyimiz huvillab qoladi. Seni sog'inib qoldim qizim degan gaplarni aytishni kanda qilmadim. Ikkimiz oshxonada ish qilsak, yaxshiyam sen borsan qizim, sensiz qiynalib qolardim deya uni xursand qildim. Bunday muomaladan keyin qizimning menga nisbatan munosabati sezilarli darajada o'zgardi. Endi u mening har bir gapimni jon qulog'i bilan eshitadigan, buyurgan ishlarimni vaqtida bajaradigan, xushmuomala qizchaga aylandi qoldi. Hatto ichidagi gaplarni dugonalariga ham aytmaydigan sirlarini birinchi bo'lib menga aytadigan bo'ldi. Men qilgan ishimdan juda xursand bo'ldim.